4-chi bob. Undaqda biz Yahudi avlodlari otimiz Ibrohimning haqqoniy odam deb jakarlanganligidan nimalarni bilib olishimiz kerak. Agar Ibrohim yaxshi amallari orqali haqqoniy odam deb jakarlangan bo'lsa, uning maqtanishga haqqi bo'ladi. Lekin Xudoning oldida uning maqtanishga haqqi yo'q. Chunki muqaddas yozmalarda mundaq deyilgan: Ibrohim Xudoning so'zlariga ishondi. Xudo uning e'tiqodini ko'rib, uni haqqoniy odam deb hisobladi. Emgak qilg'uchining olg'ini sovg'at emas, balki o'zining erishishga tegishli haqqi bo'lib hisoblandi. Lekin bir odam Xudo tarafidan haqqoniy odam deb jakarlangan bo'lsa, bu uning yaxshi amallaridan emas, balki uning e'tiqodidan bo'lgan. Chunki bu odam gunohkorlarni haqqoniy odam deb jakarlovchi Xudoga e'tiqod qiladi. Davud podshomu Xudo bir odamda yaxshi amallarning bor yo'qligiga qaramasdan uni haqqoniy odam deb hisoblasa, u odamning naqadar baxtli bo'lganligi to'g'risida muqaddas yozmalarda mundaq degan: Savanliklari kechirim qilingan, gunohlari afu qilinganlar naqadar baxtlik. Parvardigor ularning gunohlarini hisoblamasa, ular naqadar baxtlik. Buningdan qaraganda bu baxt yolg'iz xatni qilinganlar, ya'ni Yahudilarga mansubmi? Yo'q, undaq emas. U xatni qilinmagan, ya'ni Yahudi emaslarga-mu mansubdir. Chunki biz aytgandek, Xudo Ibrohimning e'tiqodini ko'rib, uni haqqoniy odam deb hisobladi. Bu ish qachon bo'lgan? Xudo Ibrohimni haqqoniy odam deb hisoblagan chaqda, Ibrohim xatni qilinganmi yoki qilinmagan? Bu ishlar Ibrohim texi xatni qilingan vaqtda bo'lgan edi. Uning xatni qilinishi keyin bo'ldi. Bu uning Xudo tarafidan allaqachon qabul qilinganligini ko'rsatdi. Ibrohimning burunli e'tiqodi bor bo'lib, xatni faqat uning haqqoniy odam deb hisoblanganligining belgisi bo'ldi. Buning bilan Ibrohim xatni qilinmagan, lekin Xudoga e'tiqod qilib, haqqoniy odam deb jakarlangan Yahudi emaslarning otisi bo'ldi. Agar xatni qilinganlar, ya'ni Yahudilar o'zlarining xatni qilinganligi tayanmay, ajdodimiz Ibrohimga o'xshash, uning xatni qilinmagan vaqtidagi e'tiqodi bo'yicha yashasa, Ibrohim ularningmi otisi bo'ladi. Xudo Ibrohim va uning avlodlariga ularning bu dunyoga varislik qilganligiga va'da bergan edi. Bu ularning Tavrat qonuniga amal qilganligidan emas, balki ularning Xudoga e'tiqod qilib, haqqoniy odam deb jakarlanganligidan bo'lgan. Agar Tavrat qonuniga amal qilish orqali Xudoning va'dalariga erishgili bo'lsidi, u chaqda e'tiqodning hech qanday qiymati qolmagan, Xudoning va'dasining ahamiyati bo'lmagan bo'ladi. Tavrat qonuni bu qonunning amr farmonlariga amal qilmaganlarga Xudoning g'azabini elib keladi. Qonun bo'lmasa, qonunga xiloflik qilishmi bo'lmaydi. Shuning uchun e'tiqodimiz orqali Xudoning bizga va'da qilgan baxt saodatiga erishimiz. Bu biz erishishga tegishli haq emas, balki Xudoning mehr shafqatidan kelgan. Bu va'da Ibrohimning butkul avlodlari, ya'ni Ibrohimga o'xshash e'tiqod yo'lga manganlar uchun berilgandir. Mayli ular Yahudi emaslar bo'lsin, yoki Tavrat qonunidagi qoidalar bo'yicha yashaydigan Yahudilar bo'lsin, bu va'da hammasining bu baxt saodatga erishadiganligiga kapolatlik qiladi. Chunki Ibrohim barliq e'tiqodchilarning otisidir. Bu xuddi muqaddas yozmalarda Xudo Ibrohimga "Seni nurg'un millatlarning otisi qildim" deb aytganidek. Xudoning nazarida
İbrahim hemmimizning otisidir. Chunki İbrahim o'lganlarni tirildiradigan, mavjudotni yo'qlikdan borliqqa keltiradigan Xudoga ishonch bog'ladi. Ata bo'lish mumkinchiligi yo'q ahvoldimi? İbrahim yanıla umidini üzmey Xudoga davomli ishonch bog'ladi. Natijada u nurg'un millatlarning otisi bo'ldi. Bu to'g'risida Xudo uningga mundaq degan: sening avloding yulduzlardek son sanoqsiz bo'ladi. İbrahim o'zining 100 yoshga yaqinlab farzand tepish iqtidoridan qolganligini, shundaqla ayoli Saraning farzand ko'rish iqtidoridan qolganligini bilgan bo'lsa-mu, lekin u yanıla Xudoga bo'lgan ishonchini ojizlashtirmadi. U Xudoning va'dasidan gumonlanmadi. Aksicha, uning ishonchi texmi kuchayib, Xudoni ulug'ladi. U Xudoning o'z va'dasini amalga oshirish qudratiga ega ekanligiga butunlay ishondi. Shunga muqaddas yozmalarda Xudo uni haqqoniy odam deb hisobladi deb yozilgan. Bu oyat yolg'iz İbrahim uchunla emas, balki haqqoniy odam deb hisoblanadigan bizlar, ya'ni Rabbimiz Aysoni tirildigan Xudoga e'tiqod qiladigan bizlar uchunmi yozilgan. Ayso Masih gunohlarimizning kechirishi uchun qurbonlik sifatida o'limga topshirilib, bizning haqqoniy odam deb jakarlanishimiz uchun tirildirildi.